Fani dünya kısa ömür baş belen göz arası Giyip yazılar giyek yollardan barası Bize birlikte yaşayız biz hemen birgeli Sağın onu kanat itip bir kaytırımız eğlenir Bize birlikte yaşayız biz hemen birgeli Sağın onu kanat itip bir kaytırımız eğlenir Jirda ömür, yıllı ömür, girerek tügelelleni Şiir kulka, oçarız yollarga aylanıp Bize jirda yaşayımız biz saman birgeli Sağın onu kanat itip kaytırımız eğlenip Bize birge yaşayımız biz saman birgeli Sağın onu kanat itip bir kaytırımız eğlenip Eğlenip koytalar koyşandır eytilgen sizlerde Koylarga yazmıştan uzmuşlar yok bizge Bulbullar yaralgan soyrarga Yaramir Rahimit söz sina Qadrli do'stlar, rahmat har biringizga. Rahmat kelgan uchun. Men shunday Firanto'ga aytmishli avans bergan uchun, ammo lekin men butun konsertlarga tirishirman. Ko'rak qatliroq ishlarga har kimigiz o'tirgan kishi, har kimigiz bila narsa uchun rahmat. Borig'izga da rahmat. Firanto'ga shulay rahmat yopsin. Shunday meni Shunday meni zo'r sahnaga chiqaruv, sizning qarshingizga chiqaruv yordam etib ham unga esanlik sog'lik quvvat g'alaba bersin, sog' salomatlik bersin. Rahmat sizga. Kelasi ko'rishlarga uchrashishlarga amin yozsin. Aferin. Qadrli do'stlar, bugungi kishimiz mana shulay deb oxirina yaqinlashdi. Bugun kish bo'yi sizning uchun ijod etdilar. Jirchi qizlarimiz Ralina Shamsiddinova, Tatar ming'i ham Rashid Vahobov ismidagi konkurslar laureati Sirina Zayniddinova, Biyushi qizimiz Elvira Shayahmatova, Tovush operatori Aleksandr Korolyov, klavishida Yuliya Ahmaddinova, Boyanlarda Tataristonning xalq artisti Farid Xatipov ham Tatar ming'i konkursi laureati Noil Sagdiyev. Jırlar bizalishida Osiya Yunus ham Lena Shog'irjon shi'rlari o'qildi. Kishamizni olib bordilar Karim Tinchurin ismidagi Tatar davlat drama ham komediya teatri artistlari Artyom Piskunov ham Rezida Salahova. Konsertning ideya, ssenariy avtori ham rejissyori Tataristonning xalq artisti Ferdinand Salahov. Bugungi uchrashuvimizning sababchisi, kishimizning xo'jasi, Tatar ming'i konkursi laureati, yosh talantli jirchimiz Yaramir. Payot Yaramir. Shundan da Payot Yaramir, bu Yaramirning balakay chog'indagi tovushi edi. Qadrli do'stlar, sizning uchun bugun kish bo'yi Yaramir jirladi. Yaramir. Dünya kısa ömür baş belen
Күлгән күз арасы Киіп қоюлар Бірге жоллардан барасы Біз әлі бірге яшейміз Біз қаман біргәлі Сонылы қана дейтіп бір қайтырбыз әйленіп Біз әлі бірге яшейміз Біз қаман біргәлі Сонылы қана дейтіп бір қайтырбыз әйленіп Йолдыларға әйленіп Қадірлі достар, біз сізге исәнлік, саулық, тынышлық тілеп, сау болашабыз. Келесі ұшырашуларға қадар сау болыңыз.